Assalomu alaykum og'aynilar. Bugun akamiz kelgan, mana egasi ham yonimda turibdi. Karburator moshina qaltirab, bu tomonda avtopodsoslar ishlamayapsan, rasxodlar bor deb kelibdi. Xo'p, buni qarasak, mana svichalar to'liq tokchachib yuborgan, svichalar almashdi. Karburator o'zinikini chiqarib qo'yib, O'zbekiston karburator qo'ydik mana. Xo'p, mana svichalar almashdi, isparitellar tozalandi, zajiganga qo'ydik. Karburatorda обновление, shu o'zimiz O'zbekiston karburatoridan qo'ydik. Mana 100 gram benzin. 100 gram. Ulangan, hozir mana shu 100 gramni ulaymiz. Biz egasi chiqib keladi, necha kilometr yurganini o'zidan eshitasizlar. Mana motoristimiz ham shu yerda turibdi mana. Speedometri 00 bo'lmaydi ekan. Tevadagisi mana 92 yu 5 bilan 6 ning orasida turibdi. 92 5 bilan 6 ning orasida turibdi. Hozir qaytganimda ko'ramiz. Aka haydaverasiz. Akamiz ketishyapti. Hozir ko'ramiz necha kilometr yurib kelar ekan. Mana ketyapti. Xudo xolasa, qani ko'ramiz necha kilometr yurib kelar ekan. Bu kelyapti. Hozir kelib mana qilib urib qo'yadi. Ko'ramiz necha kilometr bo'ldi ekan. Mana to'xtadi, hozir ko'ramiz. Mana ushlab turing-da aka, kapotingiz. Mashina hali o'chgan yo'q mana. Tagida mana 20 gram 30 gram benzin oshib qolibdi mana. Kilometraj necha o'tdi? Kilometraji 94 8 7 bilan 8 orasi. Bu degani 2 kilometr 200 yurib ketdi. 2 kilometr 200 yurib ketdi mana. Ketayotgandagi video, hozir mana kelgandagi holati. 2 kilometr 200 dan jinday oshiqroq yurib ketdi-yu, no. Mana shunda hisobda 4,5 ta ishdi mana. 100 ga 4,5 ta. Kalkulyatorlar bo'lsa, shunday kalkulyatorda 100 gram benzinni 2 kilometr 200 ga bo'lsanglar 4,5 chiqadi. Jilayishlar bo'lsa bo'lib ko'ringlar, 100 gram benzinni 2 kilometr 200 ga. Mana shu baklashkada 100 gram benzin edi. Mana shu tayinlagan karburatorimiz, o'zimizning svichalar, zajganiyalar hamma yo'g'ini qo'ydik, isparitellarni to'g'riladik. Mana chotki ishladi mashina. Yoqdimi aka meni? Yoqdi. Torchlari o'zgardimi? O'zgardi. Yengil bo'lib qolibdi mashinangiz. Mashalloh. Shunaqa og'aynilar.